لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي jamoat bo'lib o'qigan Ramazon hayiti namozlarimizni dargohingda husni qabul aylagin. Xatolarni o'zing kechirgin, nuqsonlarni afv qilgin. Mana Nodirbek akamiz u kishini farzandlari tarafidan, Tohir hoji akamiz taraflaridan, va yana bir necha azizlarimiz taraflaridan mana 14 ta xatmi Qur'onlar qilingan ekan. Allohim bu xatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savob va samoratlardan barchalarimizdan duo umidlarda o'tmishda o'tgan ota jamoat, ona jamoat hech aqrbolarimiz ushbu o'zingni baytingda ibodat qilib o'tgan, xizmat qilib o'tganlarimizdan umidvorlarni, hozirda ibodat qilib turganlarimizdan umidvorlarni Alloh o'zing bahramand aylab, ruhlarni shod, oxiratlarni obod aylagin. Ya Robbiy, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qil. O'zingning ibodatingda, itoatingda mustahkam aylagin, hidoyatingdan ayirmagin. Mana bir oy mobaynida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan namozlarimiz, xatmi Qur'onlarimiz, xayr-i ihson, sadoqatlarimizni Allohim o'zing benuqson, beriyo dargohingda husni qabul aylagin. Ajridan, savobidan avvalo biz tiriklarni bahramand aylagin. Qolaversa ulardan umidvorlarimizni bahramand aylagin. Ya Robbiy, barchalarimizni ana shunday ulug' oilalarni ko'plarni ko'rib yurishligimizni o'zing nasib aylagin. Mushkullarimiz bor, Allohim o'zing mushkullarni oson qilgin. Davlatbek birodarimiz mushkulotlari bor ekan. Yana farzandlarni baxtini so'raganlarimiz bor. Allohim dunyo va oxiratda baxtli, saodatli qiladigan solih va soliha juft halollarni Alloh o'zing nasib aylagin. Farzand talabida bo'lganlarga Allohim solih va soliha farzand zurriyotlarni ato aylagin. İşlerini rivojini so'raganlarimiz bor. Allohim ishlariga o'zing rivoj bergin. O'ylaganlardan ko'ra xayrli, barakotli, manfaatli bo'lishligini Allohim o'zing nasib aylagin. Bemorlarimiz ko'p azizlar. Allohim xonadonlarda yotgan, shifoxonalarda yotgan barcha bemorlarimizga, xosatan bir onaxonimizni ko'zlari bemor bo'lib turgan ekan. Yana Rahmon qul akamiz shifo tarafida ekanlar. Allohim barcha bemorlarimizga o'zingni g'aybiy xazinangdan, mana shu ulug' qullarni sharofatidan shifoyi komil, shifoyi tomma ato aylagin. Sog' salomat bo'lishliklarini Allohim o'zing muvaffaq aylagin. Allohim jamoatlarimizda o'zingga qo'l ochib duo qilib turibdilar, so'raganlardan afzaliga Allohim o'zing yetkazgin. Mushkullarni o'zing oson qilgin. Barchalarimizni Allohim ikki dunyoda aziz mukarram qilgin. Allohim butun dunyoga tinchlikni bergin. Yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni, muqut barakalarni Allohim bundanda ziyoda bo'lishini o'zing nasib aylagin. Xalqimizni turmushini farovon qilgan, xalqimizni o'zingni roziligingni topadigan, ahil, inoq, ittifoq bo'lgan xalqlardan bo'lishligini Allohim o'zing nasib aylagin. Umid bilan o'stirayotgan farzand zurriyotlarimizni iymonli, e'tiqodli, dinu diyonatli, salohiyatli bo'lishliklarini Allohim barchalarimizga o'zing nasib aylagin. Muhtaram yurtboshimiz, u kishini atroflarida kamarbasta bo'lib turgan barcha mutasaddi rahbarlarimizni, mana bir oy mobaynida xizmatda bo'lgan huquq-tartibot xodimlari va barcha xizmatda o'tirgan azizlarimizni, mana svet, gaz, suv hammalari bir oy mobaynida xizmatda bo'lishda Alloh hammalarini xizmatlariga yarasha beradigan ajrlarni, savoblarni Alloh o'zing ko'paytirib bergin. Allohim barchalarimizni ikki dunyoda aziz mukarram qilgin. Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hitler salam.
Mana bu Yangi O'zbekistonning Toshkent shahar Yangi hayot Sergeli tomonidan kelgan jamoatchilik bunday yaxshi tinch xotirjamlik bilan ibodat qilamiz. Shukr, yaxshi. Mana mashnaq biz hozir Toshkent shahar Yangi hayot va Sergeli tumanida jamoatchilik namozda ro'za namozga chiqib turibmiz. Hammaga tinch xotirjamlik tilaymiz, omonchilik tilaymiz. Eson bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Oğlumuz yaxshi. Yaxshi muhofaza qilib turibdi. Shukr, hamma dunyodagi hamma musulmon ahliga dünyadaki barlıq Uyghur xalqının fərzəndləri, xanım qızları, yaş ösmürləri arzu əvəzlik məqsədlərimizi əməlgə işiyə Allah'dan sorab dua təvəllü qıldıq. Yaxşı günlərimiz aldığımızda əlbəttə ümid qilishimiz kerak. Biz məqsədlik işlərimizni çıraylı qoyuş Uyghur cemaatçiliğinin Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, hayat olmuşsun dünyanın her xil joylardagi cemaatçiliklarga salom yo'llaymiz. Qutlug' bo'lsin. Ro'za hayitlar. Shundaqla dünyanın her xil burchagidagi Uyghur xalqining ma'naviy onasi bo'lgan Rabiya Qodir xonimizning shu Amerikadagi omonchiligini tilaymiz. İşleriniz yaxshi bo'lsin. Sidiqam hammalar omon eson bo'linglar. Xudoyim yaxshi kunlar bo'lsin. Qolgan boshqa qo'mondonlarga Qozog'istondagi, Qirg'izistonda hammasiga yoqimli salom. Müştak ettiğimiz İsrail kursuna hoş. Selamet. Amançılık olsun. Yaxşı işlerimiz. Verip nevlerimizni, ballarımızını, aile tavabetimizni, tebriklep, kıtlap. Oğlumuzun kelgençe yaxşı işlerini
Günlerde aşırışka ders bitsin. Anlamda çıralı dersler. Tuttu. Ama sosyal işleri tuttu. Evvelki bir nesle iki içki. Ama Rozramda aylarda bana yaş şarlarını doldurup evvelki tebrikler için. Doğru mu sana ki? He. Şu. Dopizden bölüp kaldım. Sen uygur mu? Dop kişiden bölüp kaldım. Siz bana. Neyden siz? Özbekistan. He? Namangan'dan. He, Namangan'dan mı? Ya kardeşler var bizim. Kurqanlar var, üç Kurqan'da. He. Buru Asakada tuğan ola az üç Kurqan'da. Yaxşı. Biz bunu yeni hayat turumuz. Biz Almatlı, Kazakistanlı. Ben tuğanlarım, anamın tağalar yaşadı tuğanda. Asakada tuğan hazır üç Kurqan rayonunda yaşadı. Ölüp gitti. Verip haber hep turumuz. Amana. Körüldü kaldırmaz. Qanaqa platforma bu? He? Nima bu? YouTube? Nima gap? Doğru edi. Facebook. Yaxşı. Salamat bo'lin mayli. Allah versin. Ömrümüz xeyir bo'lsin, aman bo'laylik. Mana o'g'lim. Sağ ol. Xo'sh. Hamda qarindoshlar ko'rishib qoldik. Mana mushlat o'tdi, mushlat bo'ldi. Allohga qattiq shukr. Xo'sh, salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Aman bo'laylik, xeyir bo'lsin, xo'sh.